Tuman axborot kutubxona markazi muhtaram prezidentimizning 2019-yil 4354-sonli qarori asosida tashkil etildi. Bizning tumanimizdagi axborot kutubxona markazimiz barcha tuman aholisiga, undan tashqari o'quvchi yoshlarga, barcha kitobxonlarimizga xizmat qilib kelmoqda. Bundan tashqari biz tumanimizdagi tashkilot va idoralarga ko'chma kutubxonalar tashkil etilgan. Bundan tashqari bog'chalarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, mahallalarimizda ko'chma kutubxonalarimiz tashkil etilgan. Ular bilan birgalikda shartnomalar imzolanadi. Tumanimizdagi imkoniyati cheklangan kitobxonlarimizni xonadonlariga ham kitoblar yetkazib berib borilmoqda. Sizlarni hammalaringizni mana shu tumanimizdagi kutubxonamizga taklif etamiz. Kelib bemalol foydalanishlaringiz mumkin.